Xo'sh. Gustavning ham o'g'li shu yerda ekan. Lidiya ham bizni tashrifi bilan xursand qildi. Ukamni kuzatib turibman. Xo'sh. Hamma shu yerda, faqat Voy, uzr, hojatxonalarda qolib ketdim haligi. Menimcha yomon narsa yeb qo'ydim-ku. joyizga o'tiring. Ana bu yerda o'tirsam maylimi? Yo'q. Ha, albatta. La'nat. Gapingga to'laqonli qo'shilaman. Bu ahmoqni kim bu yerga kiritdi o'zi? Iste'dodlilar bilan o'tirish bu iste'dodli degani emas. Excuse-moi, monsieur. Yana bir marta salom, marslik. Nima? Uni taniysanmi? Yo'q. Ha, axlatxonani oldida tanishdik. Xullas, tinchgina siyib tur. Ovozingni o'chir. Sebastian. Musiqachilar oilasidan bo'lganingiz uchun birinchi bo'lib imtihon topshirishga nima deysiz? Mamnuniyat bilan. Tabriklayman, Schwagen-Wagens. O'qishga qabul qilindingiz. Men qanchalik yaxshi topshirganimni bilmoqchiman. Eng yaxshilardanmanmi? Buni hech kim bilmaydi. Axir birinchi bo'lib topshirdingiz. To'g'ri. Lekin tan olishim kerakki, 20 yil ichida birinchi marta bunchalik iqtidorli o'quvchini ko'rishim. Rahmat sizga. Natijalarni kuting. Kirish imtihonlari natijalari bo'yicha eng yaxshi o'quvchilar ro'yxati. Sen ikkinchisan. Kim mendan o'tib ketdi? Kim bu? Har Kechirasiz, uzr, pardon. Uhu! Birinchi o'rin. Shu chuvalchang sendan o'tib ketdimi? Xudo haqqi, otamga buni aytma. Nega jim turishim kerak ekan?